Nima bo'ldi? Nega to'xtadik? Men seni o'lib qolding deb o'yladim. Yo'q. Xudoga shukr tirikman. Nega unday deyapsan? Nahotki o'lgan bo'lsam? Xudo saqlasin. Yo'q-e? Har qanday odam bu tezlikda yuz ifodasini o'zgartiradi. Sen esa sira o'zgarmading. Shunga o'lib qolmadingmi deb o'yladim. Bu mashina hali bunday jasur qizni ko'rmaganda. Nahotki biz yuqori tezlikda harakatlangan bo'lsak? Voh, mana bunga bir qaranglar. Nima, mashinani ishdan chiqarishimni istaysanmi? Menga qara, Doruk. Ehtimol men oddiy hamshiradirman. Ishim bemorlarga qarashdir, balki bu ishlar kabi tuyular senga. Ammo bu u tezlikni yoqtirmas degani emas. Menga juda yoqdi. Men xuddi koinotni zabt etishga uchirilgan raketada o'tirganday bo'ldim. Yo Xudoyim, senda adrenalin ko'p ekan, oyi.